Assalomu alaykum hammaga. Endi davlat ishida ishlamasdan o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ham uy-joy sotib olishlari uchun banklar tomonidan ipoteka krediti berilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevraldagi 29-sonli farmoniga ko'ra, joriy 2026-yil 1-aprel sanasidan boshlab o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ham uy-joy sotib olishlari uchun banklar tomonidan ipoteka krediti berilishi mumkinligi belgilandi. Faqat bu bo'yicha yagona talab shundan iboratki, mana shu 2026-yilda uy-joy uchun ipoteka krediti olaman degan fuqaro oxirgi 1 yil davomida belgilangan ijtimoiy soliqni ixtiyoriy ravishda to'lagan va o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Bu masalaga tushmaganlar bexabar bo'lishi mumkin. O'zini o'zi band qilish bu nima? Demak, qonunchilikda o'zini o'zi band qilgan fuqarolar shug'ullanishi mumkin bo'lgan bir qancha faoliyat yo'nalishlari bor. 100 dan ortiq faoliyat turlari bor. Demak, fuqaro soliq organiga borib, ana shu faoliyat turlaridan birini tanlab, mana shu faoliyat bilan shug'ullanmoqchiman deb va 1 yilda bir marta ijtimoiy soliq to'laydi va fuqaro o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tadi. Ana shu faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxs sifatida ro'yxatga olinadi. Va hozir biz aytayotgan mana shu ipoteka krediti ajratilishi mumkin bo'lgan mumkin degan shaxslarimiz ham ana shu o'zini o'zi band qilgan shaxslar hisoblanadi.